boryapman. Klientim nerva qilib qo'ymayapti. Men pirezgaman. Pirez yopiqida mana hozir ochildi. Shuncha mashina turibdi. Bilmayman, pirezni ayni shu meni kutdi-da bular. Shu kirib ketdim, qaytib chiqayotgan paytim pirezni taqit yopyapti-da. Valla 15 minut chaqqa qotasan deyapti. Probkani qaranglar qancha o'tib ketgan akalar. Sizlarga ham shu ahvolmi? Postoyanno shu pirezdan o'tgan paytlaringiz polni pirez yopiladimi? Onasini yemsam. Shuni yo'l bitta yo'lam qilib qo'ymaydi boshqa tepasida shunday uchib o'tib ketgan. Bizda chota oxir payti videolarimizdan va negativ yozayotgan kommentarchilar kamayib ketdi. Qanisizlar, negativchilar. Qonni og'riq bo'lgurlar. Topinglar biz qayda biza. Klient kutib qollar. Narxini ham ko'rsatib qo'y. Mana narxi. 9 kilometrga pashta 340 so'm.